Mana şu ayağım bugün 15-16 gün yaptı. Bana tartıp qoladi tomir. 15-16. Undan onu tortmasdi. Yo'q, ayağım. Aslida ham emas edi endi oldu. Hiç ayağı o'rtaga narsa bilmasdim. Onaga tushdim, mazab ona o'g'lonniki kompyuterga tushdim, yelimdan kirja chiqardi. Sen oldidan bo'lganda u. Ha. Birpasga mana deb shunday chiqib qolmaydi-ku. Ha. Bunisi tasvirchani yeching. Sizlardan kelyapti. Men o'zim yaxshi bo'lganman sizdan. Hali 7 bola olib keldi, ko'tar. Shu yerga boringlar deymanda. Shu kishi toza yaxshi aytdi. Men davolarga ko'rdim. Sadaramiz. Ha. Qayerda? Bosh bu tomonga bo'lsin. Pastga qarab o'tadi yeriga. Mashina ham shu hozir keldim. Bu yoqqa burayman, oyog'imni bu yoqqa qo'yaman. Qo'yaymi? Voy, Baqirsa ham yaxshi. O'z nafas olgandan qo'rqmaymiz. ay. Qaramasan. Yo'lda qaramasan. Keling aşkım. Sen oğlum bir tane. Oyog'i ancha yaxshi. Qo'yib yubordi ancha. Shunga yurishingiz bormi? Yürüyüşümüz kıyım karar. Boyla koyayım. Nechaga pastga takana bor. Endi u yo'l hisobi. Aha. Shu Endi 3-4 kun davomida ochilib ham ketish kerak-da u. Aha. Iloji bo'lsa kamroq o'tirishingiz kerak. Yotsa bo'ladi, yursa bo'ladi. Kamroq masalan shu kungacha ozgina o'lyapsiz, shu yerdan darvozaxonagacha bo'lsa, sal ko'paytiring, lekin yugurish kerak ekan deb bir mahallani sentriga borib, konfet bilan janjal qilmang.